Mahallaning tinchligini ko'ryapsizlarmi? Bu qo'shnilarni inoqligidan. Bo'stonliq tumani Tovoqsoy qo'rg'oni 9-may ko'chada 44-hovligimiz sotilyapti. Fasadimiz 35 ga 19,5. Videoga like bosib qo'ying. Hali ham bosmadingizmi? Bosing like-ga. Ichkari qismiga kirganimizda hovligimizni chap tomonimizda uzundan-uzun keng stadionga o'xshaydigan mana maydonimiz bor ekan. O'ng qo'limizda yangi qurilgan hammom, hojatxona. 1 yil bo'lgan ekan qurganiga. Bu yoq tomonimizda mana mehmonxonalarigacha bor ekan. Bino inshootimiz 5 xonadan iborat ekan. 2 ta mehmonxona, yozgi, qishki mehmonxonalar. TV zona, spalni, detskiy. Yaxshi tomoni yozgi mehmonxonamizda yonginasida oshxonasi ham bor ekan. Mehmonlar maza qilib kutasizlar. Maydonga keladigan bo'lsa, 7 sotodan iborat. Kommunikatsiyadan muammo yo'q, kanalizatsiyagacha bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, nech pul olasiz aka? 70 ming. Bo'ladigan narxga qo'yaylik, 66 ming dollar. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar, kelishtirib beriladi sunnatiga. Like, komment yozishingizdan chiqmasin. Hali ham bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying.